Assalomu alaykum. Siz Anvar o'z kanalini tomosha qilyapsiz akalar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Tak, biz va nihoyat san'ozorimizni tugatdik. Sizga ya'ni videoni to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, kanalimizga o'tsangiz, to'liq videosi bor. Mana 45 gradus, ya'ni takchalarni qilganmiz, ya'ni palkalarni. Mana bu откос, ya'ni eshik, bu kirish joyi, bu ham 45 gradus, ya'ni so'qyapti. Bu ko'rib turganingizdek. Tak, mana yerda dizayn proyekt bo'yicha tak plitga terdik va to'liq videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu qarang. Pollari, ya'ni mozaika, keyin bu suv chiqib ketmasligi uchun talashda davom etamiz. Mana bu yer 45 gradus, ya'ni dushovoy poddon, ya'ni vannani ichida. Qarang do'stlar, bu yerda manaki ko'rib turganingizdek, tak, bu yerda ham takcha bor, ya'ni polka markasi bor. Mana ko'rib turibsizlar, suv bu yoqqa oqadi. Davay gaplashamiz.